我最棒，我最棒，我最棒。Men qaltis. Men qaltis. Men qaltis. Bu öz arzusiga intilguvchilarning ko'ngil saknisi. Bu yoshlarning arzu safiridagi oltin ko'rki. Aql farosat yoshlarga xos jo'shqin ruh, izlanish va raqobatni o'ziga risht qilgan. Yangi taratqularning taraqqiyot sur'atiga moslashgan. Ko'rayotganinglar Xinjiang FL madaniyat tarqitish cheklash shirkati boshqargan. Shangang bilansi doğruluk qirm buyumlari cheklash shirkati tajdorligini o'z ustiga olgan. Men qaltis programmasi. Men Qaysar Habibullah. Men Gulshan Ahmad Tursun. Ben xodim boş xizmeti qildigan his qilmaysan. Vah, uchinchi yanga. Shoyin Fengni hep geldim. Shoyin Feng talat oynar. Talat adam bu yerda dedi. Yaxshi ishlab kelyapti deb o'ylayman. Shu sal ruxsatni jiq so'rab qo'ygan hisoblanmanda. Muhabbat deymiz. Jig'layman. Bo'ldi. To'kicha. O'zing naqshat qilyapsan, anglamaganlar bir naqshani aytadi-ku. Muradimga yeter. Bo'ldi, qirg'an bo'ldi. Abam kelmasa, qizqim yechib ketsa, menga tomoq etib beramisan? Men seni yeyman. Hoş Gülşen Muhammed Tursun. Bugünkü san programımız qatnashgan qaltis mehmonlarimiz kimlardi? Ulan sahnimizni taklif qilib olamdik. Bo'ladi, qani sahnimizga marhamat. Marhamat. Gülşen Muhammed Tursun mahirlarimizni, cho'lponlarimizni, shundaqla mehmonlarimizni sahnimizga taklif qilib oldik. Mehmonlarimiz, mahirlarimiz qarshi olamiz. Xush kelibsizlar, qizg'in qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Oldi bilan o'zinglarni qisqacha bir tunishtirib o'tkash. Ekran oldidagi ko'rinmalarımizga qisqacha bir salomlarni yetkazib o'tamsizlar. Marhamat. Ben Xinjiang Radio Kinosi Televiziya Tarjim Markazining ovoz artisti Turg'un Qurban. Bugun men qaltis programmani qatnashganligimdan intayin xursandman. Rahmat, biz intayin xushal ustoz san'atkorimiz bilan birlikda bir sahnada tura olganligimizni o'zimizni intayin baxtli his qilyapmiz. Rahmat aka. Rahmat. Ben 2 yıllık Mahir Merdan Tursun, Xinjiang Radio Kino Televiziya Tarjim Markazi'ndeki ovoz artisti. Men qaltis programmasi qatnashganligimdan g'oyatim xursandman. Rahmat. Xushal, rahmat. Yaxshimsizlar. Men Xinjiang Radio Kino Televiziya Tarjim Markazidan Mavluda Qahar. Men qaltis programmasidagi 3-nomerlik Mahir. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Rahmat. Yaxshimsizlar do'stlar, men bugun qaltis programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men Shangang bilansi doğruluk qirm buyumlari cheklash shirkatining ijroiya lideri Nurbiya Sulaymon. Qarshi olamiz Nurbiya. Qarshi olamiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, to'rdoshlar, bizning aziz mehmonlarimizning, cho'lponlarimizning tunishtirishdan keyin bu san programmamizdagi mehmonlarning qaysi xizmat bilan shug'ullanganligi sizlarga aniq bo'ldi. Shundaqmi? Ya'ni mening yonimdagi shu Qaysar Habibullah akam bilan birga ishlayotgan suyimli kasbdoshlarimiz, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz albatta ovoz berishdan iborat bu kasbda o'zining amgiki orqali, ajr orqali hammamizga xushallik ato qilib kelayotgan ma'naviy dunyamizni betayotgan ustoz san'atkorlarimiz, do'stlarimiz, mening yaqin do'stim Mavlida, menlarni qizg'in qarshi olamiz. Kimdan boshlaymiz? Turg'un Qurban. Albatta, to'g'ri. Turg'un Qurban akimizdan boshlaylik. Albatta. Biz Radio Kino Televiziya Tarjim Markazimizning ovoz artistlari, rejissorlarimiz, albatta ovoz artistlari cheklanib qolmaydi. Biz bir cho'ng oila. To'g'ri. Tarjimon, texnik, ovoz artisti, rejissorlar hamda shuni bilan birlikda mushu halqalarni boshqarib kelayotgan bizning rahbariy kadrlarimiz bizni qo'llab kelyapti. Albatta Turg'un Qurban akimizmi bizga ustoz darajalik bir akimiz. Menmi mana shu Xinjiang Radio Kino Televiziya Tarjim Markaziga kelibla mana shu Turg'un Qurban akimizga o'xshash ustozlarimizning ta'lim tarbiyasini ilib, mana bugünkidek o'zimnimi men qaltis deyaligan o'ringa akiladigan Qaysar Habibullah. Qaltis ustozlarimiz bo'lganligi uchun Turg'un akimizga o'xshash. Bularmi hozir mana hisobda ilib esaq Turg'un Qurban akimizmi mana ta hozirgi kagicha mana bizniki har qaysi filmlarda o'z yaratgan isil ovozlar, obrazlar orqali xalqimizning qalbida cho'nqur o'rin qoldi desak bo'ladi. Turg'un Qurban desak balkim nurg'unlaringlar Turg'un Qurban ovoz artisti deb tushunishingiz mumkin, lekin vakil xarakterlik bir necha rollari bor. Balkim hozirgi yoshlarimiz balkim bilmasligi mumkin. To'g'ri, ha. Ya'ni
5-chi boshqarum harakatdagi Kauli deymiz. Zo'r utuq qozongan bir ovoz desak bo'ladi. Shuning bilan birlikda Turg'un Qurbon akamizdimi? Rejissor, ovoz artisti, yoshlarni yetaklayotgan bir ustoz sifatida o'ziniki mana mushu kasbga bo'lgan qisqagina bir o'ziniki tushanchalari bo'lib qolsa, ko'rmallarimizga ozroq bir tushuncha bergan bo'lsa degan umidda. Ya'ni uzun yil bo'ldi-da, aka, qancha yil bo'ldi? 32 yil bo'ldi. 32 yil bo'ldi. 88-yili xizmat qiliblar. Shu televiziya tarjima markaziga taqsim qilingan. Shundan beri shu ovoz berish bilan shug'ullanyapman. Arliqda 5 yil o'tgandan rejissorlikqa taklif qilindim. Hozircha shu ovoz artistim, rejissor bo'lib ishlayapman. Ne, ovozdan beryapmiz-da, aka. Bakchiq. Masalan, sanab baqsaq qanchalik bular qancha qism bular taxminan? Uni hisoblab baqmadik Bakchiq. Million qism bo'lib ketami? Uningga balkim bo'lmasligi mumkin. Balkim bizningki yillik hisobimizni hisoblasak, biz 1 yilda 2400 qism narsa ishlaymiz. 1 yilda. 32 ko'paysak, uning hammasi yo'q. Desak, 1000 qismga qatnashdi. masalan 1000 qism deb hisoblasak, yilda 1000 qism 32 ko'paysak degan, o'zinglar ko'paytib olinglar, ko'rmanlar. Qanchalik salmoqi borligini bilgansizlar. Faxrlanamsiz. Faxrlanaman. Men xodim bu xizmatni qilgandek his qilmayman. To'g'ri. Shuning bilan birlikda Turg'un Qurbon akamizni yana bir roli bor. Sahnaning o'zida qisqacha bir ariyan so'zlab bersamki deyapman. Bo'ldi? Masalan, men bo'ldi devatdim-ku. Tutunbegi deymiz bu. Tutunbegidagi bir obraz nayt bir cho'nqur ta'sir qoldirgan. Shundaqdimi? Azroq bir tushuncha berib qo'ya, balkim so'zlash jarayonida orliqda yutlik ketib qolib qolsa, Turg'un Qurbon akamizni to'g'ri tushunadi. Vah, çünkü yenge. Şoyun fıngını hep geldim. Şoyun fıng talada oynar. Talat adam bayada dada dedi. Ökürse dada demeydi bu. Şunda ögerken mi? Şoyun fıng. Can can. Seni nereden tep geldi kızım ha? Ay rahmat. Ko'rsangmisan aka, bizning hamda tavayyaruk san'atkorlarimizdan qatoridan o'rin ilib kelyapsiz, hamda salomatligingizning texmi yaxshi bo'lishini chin yurtimizda umid qilamiz. Aka, rahmat. Mardan Tursun, Radio Kino Televiziya tarjima markazimizning yosh ovoz artistlarining birisi. Mardan, faqat bir savol so'rag'im kelyapti sizdan. Shinjong Radio Kino Televiziya tarjima markazimizda mushu xizmat qilish jarayonida sizga eng ta'sir qilgan bir narsa bormi yo'qmi? Men 2008-yili san'at shuyaniki kino televiziya teatr aktyorlikni bitirib, shu yili mushu Turg'un kamlar bizniki ustozlarimizniki praktik mazgilda tarbiyalash bilan Shinjong Radio Kino Televiziya tarjima markaziga imtihon berib qabul qilindim. Hozir ishlayot qilmag'immi 12 yil bo'lib qoldi oldikani. Men bu kasbni yaxshi ko'rman, ovoz artisti xizmatini. Turmushimga singib ketdi men bu kasbimda hozirgacha. Yaxshi ishlab kelyapman deb o'ylayman. Shu sal ruxsatni jiq so'rab qo'ygan hisobim bor. Ustozlarim peshqadam bizning ovoz aktyorlari, peshqadam san'atkorlarimizning tarbiyalash ostida to'g'ri. Texim hozir quyuqlashib, teximga cho'nqirlab ketdim demoqchi-ku. Hozir yaxshi ishlab ketyapman demoqchi. Yaxshi. Ay Turg'un kamizdan Mardanning masalan shu ovozdagi alohidlik nada deb qaraysiz? Bularniki mana teatr o'qish jarayonida san'at tilida bir dars bor. San'at tili darsi bizning shu ovoz berish san'ati intayin maskiladi uchun. Bular shuni mukammal o'rganganlik uchun. To'g'ri, ha. Bularniki obrazlarga kirishi, obraz tahlil qilib, obraz yaratishi jihatda bu kasb o'qimagan bolalarga qaraganda tez egallaydi. Ham obraz yaratish jihatda inchki halqalarni bular chiqara oladi. Muhimi o'zining tirishchanligi. To'g'ri, ha. Hozir ham asos qo'lliq a'zolarga bizning. Buni ustozlar e'tirof qildi degan gap ham cho'ng natija. Men shu ustozlarimga mushbanada rahmat aytaman. Ruxsatni so'rab bundan keyin texnik tirishaylik undan. Ruxsatni so'rayman. Azroq ishtirim baqmasam men degan. Rahmat. Hey, rahmat. Voy, am Mavlida qiz kelibdi. Mavlida qiz qanday qaraysiz? Mavlida qizga utunli qarayman. Ha, utul qarg'andan sirt uning ustiga bizning Radio Kino Televiziya tarjima markazimizniki bo'libmi bolalarning ovozlari, yosh qizlarning ovozlarini voyaga yetkazib berdi. Ay, mening bilishimcha bo'libmi shu karton filmlarga ovoz berish eng taskan. Men ham bir bu kasbga nisbatan kasbingiz emas.
ağlıvagan geplarni demsam bo'lmaydi. Lekin ağlıvaganimcha Ha. endi mush karton filmlarga ovoz bersal tastaydi-ku. Endi test deyishidagi maqsad karton filmlarda kuchni bek talab qiladi. Normalde bizniki televiziya tarjim filmlarimizda ko'pincha odamning obrazi, so'z harakatlari hammasi normal chiqib berdi. Turmushliq bo'ladi. Turmushliq bo'ladi. Shu turmushni holatdagi so'zlarni so'zlab pasakli bo'ladi. Ammo karton filmga nisbatan aytgan vaqtida u haqiqiy bir ovoz artistiniki so'zlash qobiliyatini, til ochiqligini, hissiyotini, shuning tushgan tushmaganligini birdan bir yechib bera oladigan birdan bir so'zlik desak. Ha, undasi shu mavlida o'riqlab ketibdi-da, nimdab o'riqlab ketdiki desam karton filmlarga chiqib ovoz Umuman munosabatim beraveradi. Talab qildi. Yurkidan chiqib ovoz beryapti. Butun energiyasini chiqib ovoz beryapti. O aniq. Bir kasbni yaxshi ko'rgan bo'lganligimiz uchun cho'qim butun vujudimiz bilan, mehr muhabbatimiz bilan shu berilsak, natija yarat qilib bo'ldi-da. Meningki endi boshqa xizmatdoshlarimga o'xshamaydigan bir tarafim bor. U bo'lsa-mu men shu Shinjon televiziya stansiyasining qorasida cho'ng bo'ldim-da. Avoz odamlarni davomli uchirib turdim. Shu ovoz artistlari taqadir menimiz men uchrab turdim. Hammadan yaxshi ko'radigan obraz avoz odamniki, ovoz bergan. Masalan, kichkay deymiz. Abşar Kıpıştık'a degan kinodagi Lyonzi deganlar. Mushlarning hammasiniki kinodagi gaplarini men yotlab qo'ygan. Ash do'rab ashunda. Men cho'ng bo'lsam, havo xadamga o'xshash ovoz artsulma deb boshlab aytdim. Unistik mening tag'am Jappar Xoliqmi ash ovoz bilmadi bo'lgandikin, ayollar uchrashish fursatim jiqda meningki. Kichigimdilla ovoz artisi bo'laman deb cho'ng bo'ldim. Shu orzuyimdagidek san'atchilarni bitkizib 2002-yili ovoz artisi qabul qilindim. Men bu kasbimni intayin yaxshi ko'raman. Men bu ham shu turg'unkamdek mush kasb uchun tug'ilganmanmikil deb o'ylayman. Mush kasbni qilayotganimga 18 yil bo'libdi. O'zimning ovoz artisi bo'lganimga bek xo'sh. Yana ham bundan keyin mush kasbni yana davomlashtirib qilib, texmi yaxshi natijalarni yaratishga bel bog'ladim ko'rmanlarningki mendan kutgan umidni aqlash qildim. Shunga bel bog'ladim. Degan esil gaplar. Men bek ta'sirlanib ketib borman. Cumhur rasmiy ishlardagi kasbga bo'lgan beg'ishlash ro'yi deymizda, shu hamdi. Beg'ishlash ro'yi bo'lganda natija chiqdi. To'g'ri. Mana shu Turg'un akamizdek, Qaysar akamizdek ustozlarningki tarbiyalashida Mardan, Mavlidalar ajoyib yaxshi natijalarni qo'lga keltiradi. Pishib yetildi desak bo'ldi kasbda. Bu Mavlida, Mardan o'xshash nurg'un yoshlarimiz bor. Bular shu hozirgi bizning radio kino televiziya tarjim markazimizniki g'olliq ovoz artistlari. Ammo bugungi mush saklimizda Mardan bilan Mavlida ish turibdi. Bular har ikkalisi g'olliq ovoz artisti bo'lishidan sirt, ya'ni ko'p qirliq ovoz artistlari desak bo'ladi. Mavlida naqshi aytadi, har qaysi itotlarga chiqadi. Mayli bizniki mush tuqqan yo'qlash san'at kechiliklarimiz bo'lsin, davlatning ovozini yez kentlarga yetkazish ishlarida bo'lsin, hammasida oldin qatorli boshlamchilik rollari bilan mana mushlar asabning oldida turib biz uchun hamdamda bo'lyapti desak bo'ladi. Yaxshi, esil, qaltis. Qaltis, hammasi men qaltis deyishga arziz. Uchun men qaltis programmasiga taklif qildik-da. Rahmat qaltislar. Yana bir qaltis turibdi mana. Nurbiya. Ya'ni Bilansi shirkatidan kelgan ijroiya lideri, lider xonishi. To'g'rimi? Nurbiya. Bilansi shirkatidan hammasi lidermi? Yo'q, tanlab ekeldik biz. Ang qaltislarini, ang qaltis liderlarini ekeldik-da. Nurbiya. Bugun programmamiz qatnashib hozir qanday hissiyatda? Bugungi programma qatnashib intayin hayajonlandim. Chunki men shu Bilansi sahnasi orqali shundaq masalan Turg'un Qurbon akamiz, Mardan yosh ovoz artistlaridan andin Mavlida shu dangliq ovoz artistlari bilan bir sahnada turganimdan intayin xush bo'ldim ham hayajonlandim. Xo'sh, hamdiki bosqichimiz savol so'rash bosqichi. Qani, marhamat. Ko'rayotganinglar Shangang Bilansi to'g'riliq kirim buyumlar chekish shirkati alayida qo'llagan Men qaltis programmasi. Maylarimiz, mehmonlarimiz, cho'lponlarimiz diqqat. Har biringlardan ikkita savol so'rayman. Jami 8 savolim bor. To'g'ri javob bersanglar, yana musakda turaversizlar. Xato javob bersanglar, yana musakda turaversizlar. Xo'sh, savolni boshlaymiz. Diqqat. Savol birinchi nomerlik maylarimiz Turg'un Qurbondan boshlaylik, ha? Jungo bo'yicha dengiz sohiliga seladigan eng cho'ng shahar qaysi? A. Shanghai. B. Dalian. C. Haikou. Dalian. B javob. Shundami? Buning to'g'ri javobi A. Shanghai. Afsus, yana savolimiz bor. Diqqat.
Braziliyada umumlashgan hamda xalqaro usul musobaqa turining biri bo'lgan usul qaysi usul? A. Polik usuli. B. Samba usuli. C. Tap usuli. B cevap. B cevap yani samba usuli. Mübarek olsun. Nereden? Dikkat. Sual. Jungo'nun nerede oldu? Oh, anlatma. Jungo'nun tumanlıq şehri qaysi şehrini gösterdi? A. Chongqing. B. Hangzhou. C. Lanzhou. Chongqing. Chongqing. Şunda mı? Bunun doğru cevabı Chongqing. Sual. Dikkat. Qar ushquni qancha burjaklik bo'ladi? A. 4 burjaklik. B. 5 burjaklik. C. 6 burjaklik. Qishda qatnashadigan programmada bu yozda qatnasha oldingmi? Qishda qatnashimiz zalning ichida nari qar va. Teshik yog'da. Bo'g'ichi erib bo'ldi. Qaysisi? 6. 6. Qariyadan javob beraymi? Qariyaqada javob beraymi deb. Bunun to'g'ri javobi 6. Adat kitob o'qiyman-ku men boshqa ish yo'q. Uyda kitob o'qirlar. Uyda doim kitob ko'rsiz. Kitob o'qiyman. Menda ruxsat so'ragan vaqtlarni hammasini kitob ko'rsiz. Xo'sh, Mavluda diqqat qilishga savolim bor, ha? Yoz faslida havo tangshigishni qancha gradusga tangsa energiya tejilgili ham havo tangshigish kesili bo'lishining oldini olib bo'ladi. A 22 gradusga, B 25 gradusga, C 26 gradusga. C 26. 26 gradusga. Bunun to'g'ri javobi 26 gradus. Savol. Xorijdagi dangliq Zafar darvozasi qaysi mashhur zotni xotirlash uchun yastilgan? A. Lenin. B. Napoleon. C. Einstein. Napoleon. Napoleon. Bunun to'g'ri javobi Napoleon. Nurbiya. Savol. Diqqat. Elektr ilmi tarixidagi tunji zarrat saqlash qatisi nimadan yasalgan? A. Aynak. B. Solyodin. C. Qalaydan. A. Aynakda yasalgan. Aynakdan yasalgan. Shundami? Buning to'g'ri javobi aynak. Muborak bo'lsin. Savol, eng oxirgi savol yani, ha? Dangliq sayohat nuqtasi Havay qaysi okeanga joylashgan? A. Hind okean. B. Tinch okean. C. Atlantik okean. Tinch okeanga. Buning to'g'ri javobi Tinch okean. Muborak bo'lsin. Mana mayiblarimiz nima degan qaltisa? O'zini qaltis deb chaqlaydiganlarning hammasi mana shu bugungi so'rinimizga yig'ilgandeklar. Programmamizning shuari men qaltis. Agar siz mi o'zingizni qaltis deb hisoblasangiz, programmamizga qatnashishni hargiz unutib qolmang. Amdiki bosqichimiz o'yin o'ynash bosqichi. Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishning oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zsiz. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13 75 75. Ko'rayotganinglar Shangang Bilansi Do'rliq G'irim buyumlar chekish shirkati alayda qo'llagan Men qaltis programmasi. Endi mana boshlaydigan bosqichimiz o'yin o'ynashtiri. Oldimizda bir mikrofon turibdi. Mayiblarimiz, mehmonlarimiz. Qani, sagnimizning o'tirig'i marhamat. Kelinglar. O'yin o'ynashtiramiz. Azroq bir o'zimizni bir olayli. Uning keyindan o'yin o'ynag'ash kayfiyatimizni bir ko'tarib olaylik. Bulamda ovoz artistlarimizni aytib ko'pkan, naqshlarimiz mi bor, ammo sizga sal tasavvur qilgan bo'ldi. Shundaqdimi? G'ayrat qiling. Bulamda o'yinning turini azroq deb beray, ha? Ma'lum temadagi bir naqshini deb beraman. Shu temadagi naqshlarni tiplab, mush mikrofonning oldiga kelib, qanchalik bilsanglar shunchalikni desanglar bo'ldi. Qancha ko'p naqshini ayta olgan odamga mehmonlarimizga nurg'un mukofotlarimiz bor. Xo'sh, unda qolsa oldi bilan ani temasidagi ani nima deyiladigan naqshlardan qanchalikni bilsanglar mikrofon oldiga berib esanglar bo'ladi. O'ynashga 3 sekund vaqt beray, ha? 3, 2, 1, boshlandi. Can ana, dinim ana. Yaxshi.
Ecrim tehi yadımda. Yaxshi, ha. Yana ana nima deyilgan naqshlar juma? Ana mehri yürekte öşmez gülhan emesmu şefkatinge teşekkür. Oylab qolamın olamı? Oylagan niyet tuttu dedi. Oylagan niyet tuttu dedi. Nurgun naqshlarimiz bor. Ana nima deyilgan? Farzandimde zar ötken ana tenhalığım sana yar yüler. Yapıldın ama. O cukku. Ana nima deyilgan naqshlar? Ha, bo'pti. Sizlar unda olsa ana nima deyilgan naqshlarni jiq bilmasanglar, unda yana bir temin deb beray. Buni bilmasanglar chataq bo'ladi demsa, ha? Muhabbet temsilidagi naqshlar. Muhabbet temsilidagi naqshlar başladı ya. Muhabbet anladır alem degan şu. Ha, bo'ldi. Muhabbet temsilidagi naqshlar, muhabbet kuylagan naqshlar bo'lsa bilaverdi juma. Ha. Seni deymo, seni görmey ölerim. Seni görmey ölep kessem muradımga yeter. Bo'ldi, xayrg'ani bo'ldi endi. Bo'ldi. Ha. Yana. Hayalimdi sen bu gece unutalmay buldum ben sersane. Yüreğimni qinimam onca bilip kal güzelim sen için. Yığlayım o mene bu gece. O'zing naqshajat qilyapsan, anglamaganlar bir naqshlarni aytadi. Ha? Muhabbet temsilidagi nurg'un naqshlar bor. Uzoqda topamaydi. Bulutlar arasıyla ay çıkıpla külgende Könlüm minin şıqlaydı Seyarimni görgende Könlüm minin şıqlaydı Seyarimni görgende. Ha, bo'ldi, yaxshi. Yar seni bana tatip Birip mellangda oynaymen Mellangda kürenmisen Taң atqıç yığlaymen. Ay, rahmet. Ha, baba, devam et. Kolum dügül yolda yürümem Hıyalımda Siz kemer sana sonumem Bugün seni sığınıp kaldım. Ha, yeniçe Merdan ha. Buradan gelmiş. Etüz tazı yetise sorular. İte. Ya to'xtab qolibdi kallam shu. Bo'ldimi? Jiddiylik qildinglar ha. Odatda ishqalardan bakib naqshlar batdi aytadigan. Tuyuqsiz chiqqan ekan. Ancha-muncha saglarga chiqib, naqshlar aytqoqda odam sal jiddiylashib qoldi. Lekin hech qisi yo'q. So'g'at olib keldingiz. Shunaqmi? Naqsha. Shunaqa naqshning ismi? Naqshamni olib kelgan. Behuda kutish. Behuda kutish. Xo'sh, unda bo'lsa, hammamizning diqqati Mavluda Qahorning o'rinlashidagi behuda kutish deb bo'lsin. Marhamat.
yana Şangan bilensi doğruluk kırım buyumları çekiş şirketi tajdarlıqıdaki Men Qaltis programısı. Mana bu son programımız qatnaşqan suyumlik avaz artistlarımız bilen birlikte programımızı davamlaştırıyatımız. Hakikaten bu programımız bizning o'ylig'imizdan mu intayin yaxshi chiqyapti. Endi başlaydiganimiz bo'lsa, ko'rmanlarimiz, to'rdoshlarimiz, shaxsan men bu intayin yaxshi ko'radigan bosqichimiz, ya'ni tez savollarimizga tez javob berish bosqichi. Bu bosqichda har bir mehmonimizdan 3 dan tez savol so'rayman. Savolni intayin tez sorishim kerak, albatta javobni intayin tez ilishim kerak. Bu bosqichda o'ylanish, to'xtab qilish mavjud emas. Turg'unka. Bo'ldi. Ustoz. Kirib, asli bu bolqini sizga ishlatmasak bo'ladi, lekin hamda bosqichning talpi bo'lganligi uchun to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Ammo men to'g'ri javob bersak ishlatmaymiz, ha? Ajab yaxshi. Dars boshlab ketdik, aka. 3, 2, 1, başlandı. Dünyadagi eng issiq, eng qurg'oq va eng tuvan joy qayer? Turpan. Voy, yaxshi javobingiz to'g'ri bo'ldi. Badandagi puroq bulg'unish paydo qilamdi yoki qilmamdi? Badan qiladi. Ya'ni badandagi puroq bulg'unish paydo qiladi. O'choqdagi o't lavulda kuyayotganda ustiga ozroq ho'l ko'mir solsak, o't bakrak kuyamdi yoki o'chib qolamdi? Bakrak kuydi. Voy, to'g'ri, bakrak kuydi. Bakrak kuydi, ishlatmadik. Bu to'g'ri bo'ldi. Bir shiltishimni xolamdingiz ya. Mayli, Rahmat. Yumshoq bu, yumshoq. Mardonni qancha ursak bilaverdi. Qana yaxshi. Javob qildi, yadi. Undan so'ng solda ishni so'raydi ekanman. Qarabroq so'rasiz. Javob bersangiz kerak, Mardanjon. Sizning ishpadingizdan u yaxshi bo'lganligiga ishonchim komil. Başlaq bulamdı. Bo'ldi? Başlaq bulamdı. Başlaq buldu. 3, 2, başlandı. Çaşның renginden qara bo'lishi, chashdagi titan moddasining ko'p bo'lganligidanmi yoki ko'mir bilan bizning miqdorini o'xshash bo'lganligidanmi? Bir. Ayliq keyindikisi demakchiman, ko'mir bilan bizning miqdorini o'xshash bo'lganligidan javobingiz to'g'ri bo'ldi. Kristal qancha yumshoq bo'lsa, odamga shuncha foydali deyish to'g'rimi, xatomi? Xato. Ha, javobingiz to'g'ri bo'ldi. Yaxshi. Futning uchi bilan tam tetiydigan hasharot qoshimi yoki asalarisimi? Ha, pasha. Xata. Asalarisi. Asalarisi. Ay, asalarisi futning uchi bilan tam tetiydiga. Ashtoma? Ashtaka. Hadi oldu. Ay, Mavlida boya o'z dedi karton filmlarga jiq ovoz berman deb. Hozirgi mush fursatdan foydalanib biz bir ovoz olsak bo'ladi, bir ovoz bergan bir ariyalar bo'lsa Mavlida, bulamdi? Voy, ish topmasam-mamdi. Yo'q, tepishim kerak cho'qim. Men Qaltis. Mavlida Qaltis. Bergan ovozlari texmi Qaltis-a, shundaqmi, ha? Xapanbash o'g'il Chimishboshda karton filmda Xapanbash o'g'ilni. Baba. Ashning Xapanbash o'g'ilning ovozini bergan. Ashningdan ikki jumla qurashtirib. Ha, bo'ldi, ajab yaxshi. Ya'ni qaysining? Xapanbash o'g'ilning. Ha, Tatuarzining o'zi. Men. Mana bilib oldik-a, mana shu Mavlida.
Dada, opam nemişqa hazırgacha qaytib kelmaydi. Qusqum bek içib ketdi. Agar opam kelmasa, qusqum içib ketib, sen bana tamaq etib beramisan, men seni yeyibman. Kulgan yerdan tezga. Yana bir qitim kulgan yani. Abay bek tabii chiqqandi. Hozir so'rashni unutib qolib, atirib ketmoqchi edim, juma kirib ketdim ovozdan ichiga. So'rimiz ham bo'lmaydi. Unda bo'lsa, boshlab ketdik. 3 2 1 boshlandi. O'z suyuqlikni jigar ajratib chiqamdi yoki o'tmi? O't. Xata jigar. O'y, dunyodagi sovuqdan eng qo'rqmaydigan gul qarlaylisimi yoki kaktus gulimi? Qarlaysiz. Javon to'g'ri bo'la yaxshi. Qavziyat va diabet kasal bemorlari anorni oz yeyish kerakmi yoki davomli yeb berish kerakmi? Cho'qim yeb berish kerak deyman. Yo'q, unda emasga oz yeb berish kerak. Oz yeb berish kerak. Hap. Ajab mush bo'lqiq o'shib ketdim men bu. Ya'ni oz yeb berish kerak, ya'ni qavziyat va diabet kasali bemorlari cho'qim anarni pek jiq iste'mol qilmaslik kerak ekan, bilib oldik mush fursatdan foydalanib. Endi chiroyli Nurbiya keldi-ya. Nurbiya, mana ovoz artistlarimiz bilan bir sahnada turib programmamizga qatnashyapsiz. Nimalarni his qildingiz hozirgacha? Mushlar bilan bir sahnada bo'lganimdan yana xushal, intayin hayajon. Undan boshqacha yana xizmatining haqiqatan japaliq intayin mol bilim talab qilganligini his qildim. To'g'ri, biz odatda ovozni anglagan vaqtimizda men ajab bunda xifroq berib qoptasizlar, bundaroq basumamdi deb bek tezli davitimiz, lekin mushu bir ovoz berishning qanchalik bir japaliq xizmat ekanligini tushunmaydik. Bugun uni his qildik. Undan boshqa bu ovoz artistlarimiz, ustozlarimizning intan kichik bel kamtarligini his qildingiz, shundaqmi? Shunga qaltis kishilar, faqat kasbtil natija yaratgan kishilar bo'lib qolmasa, mana mushtaq odimiyligi eng isil kishilar qaltis deb ataladi. Albatta, sizmi shu qaltis kishilarimizning qatoridan o'rin olasiz, Nurbiya. Amsa yana 3 savolimiz bor. 3 savolimizdan qanchasiga to'g'ri javob berman deb o'ylaysiz? Hammasiga. Hammasiga mana. 2 1 boshlandi. O'rdak tumshuq bilan timsoq ikkisidan qaysi tuxum tug'digan sut emgich hayvon? Timsoq. Xata o'rdak tumshuq har yili 4-5 oylar biz ichpats orqali bizni yana bir qatim hayron qoldirdi. Men qaltis programmasini tunji bo'lib ko'makchi bo'lsangiz, Eiffel salonini qo'shib eling. Qalğaç markalı sopun paraşütü Fatma erkin çıkarıyordu. Voy nimaning? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Qalğaç markalı sopun paraşütü Fatma erkin çıkarıyordu. Voy nimaning? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Ehra aldırıki qadrli ko'rmanlar, shundaqla to'rdoshlar, ko'rotganlar Shangang bilan Si doğruluq qirm bo'yimlar chekilish shirkati Tajdor